Davlatim dadajonim, sizga bugun rahmatnomalarimni aytmoqchiman. Hayotimda borligingiz uchun ming bora shukr aytaman. Sizdek insonim borligidan har doim faxrlanib kelganman. Har doim meni o'yladingiz. O'zingizni o'ylamasdan, issiqni issiq demasdan, sovuqni sovuq demasdan har doim biz uchun harakat qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Davri kelib davrimda davringizni surasiz. Bitta qasr quraman, siz qiroli bo'lasiz. Yoshligimdan sovg'alar ila ko'nglim olasiz. Boringizga ming shukr. Ming shukrlar dadajon. Dunyodagi eng baxtli farzand o'zim bo'laman. Madinaga men sizni o'zim olib boraman. Yoningizdan ketmasdan men o'zim qolaman. Boringizga ming shukr. Ming shukrlar dadajon.